Menimcha shuncha hujjat o'zingizlar yig'ib berasizlarmi? Hamma hujjatni yer olsam debdilar. Bir izohda uy qurish uchun hujjatlar kerak bo'ladi degan videoyimizda. Hop, yer olsangiz, o'zi katta ehtimol bilan sizga o'sha olayotgan yeringizni alohida olgan odamingiz kadastrga berish kerak bo'ladi. Agar Toshkent shahrida bo'lsa, yer ajratib, misol uchun egalik berishligi mumkin, lekin Toshkent viloyatida ham, boshqa viloyatlarda ham menimcha yer o'zini xususiylashtirish yo'q. Uning uchun kichkina bitta времяga qurishingiz kerak bo'ladi. Birinchi unga ham tuman arxitekturasidan ruxsat olish kerak. Qurilish qilishingiz kerak bo'ladi. Keyin kadastr qiladi, ya'ni siz oladigan odam kadastr qiladi, o'sha bino bilan sizga yerni o'tkazib beradi. Yuqori ma'lumot olish uchun 99 885 0495 ga murojaat qilsanglar, Telegramdan yozinglar. O'zimiz batafsil tushuntiramiz yo'l yo'rig'ini va loyihangizni qilib, qurilishga ruxsatlaringizni tayinlab, qanaqa hujjatlar kerak bo'lsa hammasini siz bergan hujjatlarni aytib. Agar siz ham uy qurish uchun nima hujjatlar kerak bo'ladigan videoyimizni ko'rmagan bo'lsangiz, postga joylab ketganman. Bemalol uy qurish uchun nima hujjatlar kerak bo'ladigan videoyimizni topib, ko'rib, aynan nima hujjatlar kerak bo'lishini bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Qonuniy qurilish qilmoqchi bo'lsanglar, 30 milliondan 90 millionga shtraf to'lab, asabbuzarlik, ortiqcha xarajat qilishni xohlamasanglar, bemalol murojaat qilinglar, chiroyli qilib xudo xohlasa ishinglarni qilib beramiz.